bütün bu qalayamqanchilikning qalayamqanchilikning eng cho'ng yushurun raqibi aslida Xitoy. Çünkü İran'ı adır mesela Trump'nınki sözlerinde biz ahırgacha adır bütün her bir nurgun paraxotlarını çöktürüvetti. Toxtumay hükümet organlarını uruvattı. Pale çalgı düşürüp siz degендek agar iqtisod bo'lmasa urushni davomlashtirish mumkin emas. Iqtisodiy jihatdan hamma jihatdan uzib tashlash uchun to'xtamay bombardimon qilyaptilar deb. Bu İran'ni palash qilib, xuddi shu aslida Trump bu yerda faqat boshqa rejim o'zgarishlar emas, masalan, bu İranning nurg'un yer osti usti boyliqlariga cho'kmoqchi. İranni tamoman Xitoyga bilan eng yaqin bo'lgan saptin chiqarib o'tib, İranni qo'lga tushirib, asli yushirin raqib yanada Xitoy. Çünkü İran yo'qolsa va oxirida Rossiyani bejarsa, bütün kuchini o vaqtida Xitoyga olib u yerga tizolaydi degan fikrlarga qanday qaraysiz? Ben bu fikirge biraz qo'shilmayman. Çünkü ben bunda o'ylayman. Amerika'nınki nihai nişanı, en ahırkı nişan Xitoy. Xo'sh. Çünkü Amerikalıklar devamlı şunu deydi. Hükümetinki strateji hücceti bolsun, akıl ambarındaki mütehassislerin yazganları da bolsun. Amerika'ya meydan okuyalaydıgan birden bir devlet şu Xitoy. Xo'sh. Dünyanın ikinci gücü. Amerika ornunu, azırkı ornunu hiç kimge belgisi yok. Xitoyga karşı can kılay dese o küçüğüme igemez belki üzüme yerim can bokkalı. Amerika onundaki Amerika bulamaydıgan bir ahval çıkılış mümkün. Xo'sh. Şunu qanday oyladı degende ben peraz kılıvatımı. Başta şu Xitoyningki qo'li putini hamda chanayli. Venezuela'dan şu Nimegacha, İrangacha. Yani kim bo'lsa ularni nim qilib, belki Pakistan'la bu planның içinde buluş mümkün. Shu. Yani Pakistan'ı bölütüş. Çünkü tayyor bir hal var nimede Pakistan'da. Paraz kılvatımı rasmışla bulduğu emas, yani hata düşünmüş bu pamusun. Xitoyning qo'li putini chanab bo'lgandan keyin oxiri shuni bilan chiqa maydonga deydigan o vaqtni yoki o fursatni Amerika yaratayotgandek ko'rinyapti. Çünkü hazır qiynayotganlarning hammasi Xitoy bilan zich munosabati bor. Shu. Misaliga Ukrayna meselesi Xitoy bilan aloqasi bo'lmag'achqa, yani Ukrayna meselesini ama nima Yevropalıklar o'z hal qilsin deb u yerdan chiqib ketdi. Ama Xitoy bilan munosabatli bo'lgan yerlarga aralashayotganini ko'ryapmiz. Ba'zan so'z bilan bisim ishlatyotdi, tahdid qilyotdi. Ba'zan biz ko'rgan harakatlar bilan qilyotdi. Bu 97 yılında Amerika'nın ataqlıq bir jeopolitik mütehassisi var. Yani Brzezinski deydigan adam. Onun bir kitap, 97'de yazgan bir kitabı var. Çoğun Yavrasya şahmat taxtısı deydigan. Xo'sh. Bu yerda muhim bir aniqlash bor. Amerikani ertugün qiyin ahvol tushirib qoldigan bir ahvol bo'lsa, yani bir qo'shin bo'lsa, Rus, Xitoy, İran 3 bulunluq bir hamkorlik. Bular agarda zich hamkorlikqa kirsa, Amerika bularni yengish pek qiyin bo'ldi deb nurg'un sabablarni ko'rsatdi. Shuningga bu 3 bulunluqning bir tarafi Rusyani yeniga tortib baqdi. Yaqinlashib baqdi. Birinchi bu Trumpning birinchi qitim hokimiyat beshig'i kelgan chaqda shuni qildi. Hozirgi ahvol qarag'an chaqda bo'lmadi bu. Onun qarag'an chaqda bu İranni bir taraf qilib o'tayli boshda. 3 bulunni bir bulunni tushirib o'tayli. İki taraf qalsın, yani 2 bulun qalsın. Tünü günlerde şu Xitoyninki tashqi ishlar ministri Wang Yi, Rusya tashqi ishlar ministri Lavrov ile ko'rishdi. Ve Amerika'nın qilmishlariga qarshi chiqqanligini, bir devletga tecavüz qilishning igrik huquqiga meydan o'qiganligini ve onunki liderini öldürüş bu qabul qilinmaydigan bir hareket bo'lganligini deb nurg'un tanqidlarni qilib o'tdi ikisi birlikda.
Demek ki işkisi bu İran egerde hale çok kalsa ikimizning birsigima qattiq tegidi buningdan keyin deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Wang Yi shundaqla burunqi shtat umumiy shtat siri var o. Tuvalık yani Rus emas. Bunun bilan köreşdim. Yani bir kona harbiy boshlig'i bilan ko'rashgan bo'ldi. Demek ki harbiylik bilan munosabat bir narsa bor, xavfsizlik bilan munosabat bor. Belki İrandan keyin ikkimizning birisiga qartilsa, biz qanday hamkorlik qilamiz degan bir nima deymiz? Aldı bilan so'zli ishlaydigan bir gap bor o'ylagan. Meselenin aniq konkret emas, boshda so'zlashib kelishib deganni qilishga boshlagan o'xshaydi deb o'ylayman men. Shuningga siz degan o ko'z qarashlarga biroz qabul qilaman. Ama bu uzun müddetlik bir mesele. Yani aldığımızdaki yıllarda bagansırı hem de iniqleşidi deb o'ylayman. Ya andaq ya mandaq. Xo'sh. Shu. To'g'ri desa haqiqatan inshaalloh bir ish qilib nima deymiz endi dunyo ajoyib bir ketyotidi murakkab bir shaklda.